Hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish, korxonalarning mavjud muammolarini tezkorlik bilan hal etish, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining sanoat tarmoqlari bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish. Ayni maqsadda qabul qilingan Prezidentimizning 2024-yil 15-avgustdagi qarori asosida Buxoro viloyatida ham tadbirkorlik subyektlari barqaror faoliyat olib bormoqda. Qaror bilan respublika, viloyat, tuman tamoyili asosida vertikal tizim samarali yo'lga qo'yildi. Natijada joriy yilning o'tgan davrida 39,4 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi va o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 107,1% ni tashkil etmoqda. Sanoat ishlab chiqarishining 54,5%. Yana ham aniqroq aytganda 21,5 trillion so'mi tarmoq va 32%, 12,6 trillion so'mi hududiy darajadagi korxonalarga to'g'ri kelib, aholi jon boshiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichi 18,9 million so'mni tashkil qilyapti. Sanoat korxonalari bilan ishlash samaradorligini oshirish, sanoat yo'nalishida amalga oshirishi rejalashtirilgan ishlarni yanada jadallashtirish maqsadida muhtaram Prezidentimizning hududlarda sanoat salohiyatini yanada oshirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 295-sonli qarorga asosan respublika, viloyat, tuman tamoyili asosida viloyatimizda ham sanoat shtablari tashkil etildi. Ushbu sanoat shtablari tashkil etilish natijasida viloyatimizda faoliyat olib borayotgan 500 ga yaqin korxonalarning muammolari ijobiy hal etilishiga erishildi. Jumladan ushbu muammolarni tarkibini ko'rib chiqadigan bo'lsak, kredit mablag'larini ajratish, kredit muddatlarini uzaytirish, elektr energiyasi, gaz tarmog'i, suv tarmog'ida bo'lgan muammolar qisqa muddatlarda bartaraf etish orqali ulardagi sanoat ishlab chiqarishni to'xtovsiz davom ettirishda erishildi. Shu bilan bir qatorda bir necha vaqtdan beri korxonalarimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish bilan bog'liq muammolar vujudga keladi. Sanoat shtabi faoliyati hamda sanoat shtabiga tarkibga kiruvchi korxonalarning ko'magi ostida bugungi kunda 120 dan ortiq korxonaning mahsulot sotishga amaliy yordam ko'rsatildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida hisobot davrida viloyatda 39,4 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yilga nisbatan 107,1% o'sish sur'atiga erishildi. Kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, tadbirkorlar bilan manzilli ishlash natijasida ularni chempionlik toifasiga olib chiqish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Ma'lumot o'rnida Prezidentimizning farmonlari asosida hozirda har bir tuman va shaharda kamida 2 tadan yillik aylanmasi 10 milliard so'mdan yuqori bo'lgan va 50 tadan ortiq ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali ularning faoliyatini yanada kengaytirish masalasi ustuvor vazifa qilib belgilangan. Tez va yuqori sur'atlarda o'sayotgan chempion tadbirkorlarga aylantirish dasturini amalga oshirish maqsadida Kogon tumanida ham 4 ta chempion tadbirkorlar ro'yxati shakllantirilib, ular bilan manzilli ish olib borilishi sabab yaxshigina natijalarga erishilyapti. Tumanda yil boshida ishsizlik darajasi 5,6% ni tashkil etib, 1-noyabr holatida 2,6% ga kamayishga erishildi. Kambag'allik darajasi yil boshida 8,8% bo'lsa, 1-noyabr holatiga kelib 3,8% ga tushirishga erishildi. Yil yakuni bilan tumanimizdagi barcha mahallalarda ishsizlikda aholi hududga aylantirib, kambag'allik darajasini 2% ga tushirishga erishiladi. Yil yakuni bilan bugungi kunda 2,2 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yilga nisbatan 106,4% ga mahallalarda sanoatning kirib kelishi, yuqori daromadli ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi 295-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda sanoat korxonalari barchasi xatlovdan o'tkazilib, shundan 74 ta muammolari aniqlanib, shu tumanda tashkil etilgan sanoat shtabi tomonidan 28 ta respublika darajasidagi muammolar, 31 ta viloyat hamda 15 ta tuman darajasidagi muammolar masalalari ijobiy hal etildi. Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 25 million so'mga, kichik korxonalarga ulushi 70% ni tashkil etdi. Ahamiyatli tomoni, tadbirkor shu vaqtga qadar o'z yashash hovlisida ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanib kelardi. Mazkur jamiyat kichik sanoat zonasidan joy ajratilganidan so'ng birinchi bosqichda 4,7 million dollarlik loyihani amalga oshirdi. Korxona yiliga 500 tonna metallni qayta ishlash imkoniga ega bo'ldi. Hozirda 600 turdan ortiq mahsulot ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, shularning 70% ayni vaqtga qadar xorijdan import qilingan. Oldin uyimda bitta stanok qo'yib ishchi o'rni ochdim. Bugunga kelib 36 ta bo'ldi, 36 dan 54 nafarga yetdi.
toker, frezorchilik, payandovchi shu joyni o'zida hozir prezidentimizga rahmat. Ana bino inshootlarini qurib, atrofimda 6000 ta xo'jalik borda. Shularni ishchilar, ayollar ishga olyapmiz. Rahmat, shtablar tuzib, ana bizdan xabar olib turishibdi. Og'ir ishlarimizga yordam, ko'mak berib kelyaptilar. Hujjatlarsiz ishlarida, ana bino qurishlarda gaz, svet, suv bepul tortib berilyaptilar. Oldin ko'p yugurib yuraydik. Har bir ishlaga 1 oy, 2 oy, 3 oy vaqtimiz ketaydi. Amerika tashkiloti Kondor bilan ishlayapmiz. 1000 tagacha import o'rnini bosuvchi ehtiyot qismlarni shu joyda tayyorlab chiqyapmiz. Hozir mahallashtirgan import o'rnini bosuvchi 80% gacha yetdi hozir. 26-yilga yana 95-100% gacha ishga harakat qilamiz. Jamiyat yiliga o'rtacha 12.3 trillion so'mlik byudjetga foyda keltirmoqda. Yana bir ahamiyatli tomoni, hozircha 54 nafar, yil yakuni bilan yana 40 ga yaqin aholi ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Men o'zim shu Sunda mahallasida yashaymiz. Ana shu korxona 1 yil bo'ldi ochilganiga. Kelib ishlayapmiz. Sharoitlari zo'r, oyliklari juda yaxshi. Menga o'xshagan 50 dan ziyod odamlar shu yerda ish faoliyat ko'rsatyapti. Tokerlar bor, frezrovchilar bor, svarchilar bor. Texnikalarimiz yaxshi. Eng so'nggi model texnikalarimiz. Jamiyatda loyihaning ikkinchi bosqichini amalga oshirish bo'yicha ham ishlar qizg'in olib borilyapti. Qo'shimchasiga 650 tonna metal qayta ishlanadi. 6 million dollarga qurilish ishlari amalga oshirilib, zamonaviy dastgohlar olib kelinadi. Yangidan 100 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Eng muhimi, 150 turdagi neft-gaz sohasi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar endilikda mahalliy sharoitda ishlab chiqariladi. Yuqoridagilardan ko'rish mumkinki, tadbirkorga rag'bat va e'tibor uning yangi loyihalarini amalga oshirishi uchun muhim asos vazifasini o'tamoqda.